Bugungi mashg'ulotimiz ham nihoyasiga yetdi. Mashg'ulotdan keyin bolalar futbol o'ynashdi. Ikkita komandaga bo'linib, futbol juda qizg'in tusda kechdi. Hisob 4-3 da Sanjar Abdunabiyevlar komandasi yutdi. Bugungi o'yin haqida fikr mulohazalaringiz qanday? Kim gapiradi? Kimda fikr bor? Bolalar kim tahlil qiladi? Tahlil qilamiz bugungi o'yinimizda. Kimda qanaqa fikr bor? Bolalar kimda qanaqa fikr bor? Taassurotlaring qanaqa bugungi o'yin haqida? Fikr mulohazalaring qanaqa? Qanday? Nima deysizlar? Penalti berishdi. Jasur. Gapir, Jasur. Penalti bekordan bekorga. Aha. Qizil kartochka bekordan bekorga. Aha. Nimaga u? Nimaga? To'lqin bilan Foziljon yoqalashib ketdi. Qizil bekor. Men qizil kartochka. Ular qizil kartochka so'kinganing uchun berildi. Menga so'kinmadimi? Qaysinda qizil kartochka? Qayerda o'tirgan payt. Yo'q, o'yindan chiqib ketishga haqqing yo'q. Maydonda yo'q, maydondan tashab o'zingcha chiqib ketishga haqqing yo'q. Shuning uchun qizil kartochka olding. Ana shuning uchun qizil kartochka olding. Yana kimda qanaqa fikr bor? Kimda qanaqa fikr bor bolalar? Kim gapiradi? Yo'qmi hech qanaqa fikr? Bugungi sariq qizil kartochkalar haqida fikrlaring qanaqa? Adolatli bo'ldimi, adolatsiz bo'ldimi? Nima deysizlar? Foziljon bilan To'lqinda. To'lqin qizil kartochka olganingdi bugun Foziljon bilan. Adolatli bo'ldimi, adolatsiz bo'ldimi? O'yinda nimaga sizlar o'zlaringcha yo'qolishyapsizlar o'yinda? O'zi qiyshiq deb bordi menga so'kin. Yo'q, qiyshiq debdi. Nima sababdan? Nimaga u kelmayapti? Kim u tashqarida yurgan, ketayotgan? Xullas, nimaga o'yindan chiqqanlaring tushundilaringmi? Sen qizil kartochka olding, Foziljon qizil kartochka oldi. O'yinda bizga qo'pollik kerak emas. Mana shunaqa qo'pollik qilinadigan bo'lsa, o'yin qoidalari buziladigan bo'lsa, o'yindan chetlatilasizlar. Mana Jasurda gap bor ekan futbol haqida. Jasur? Gapirmayman. Kimda qanaqa fikr bor bolalar? Gapirasizlarmi o'yin haqida? Kichkina bolachalardan so'rab ko'ring. Kichkina bolalarimiz kim gapiradi? Gapirmaysizlarmi? Fikr mulohazalaring yo'qmi? Jasur, gapirasam? Sizlar nima deysizlar? Bormi fikrlaring? U kim edi? Husanmi? Husan. Bu yoqqa. Bu yoqqa ke. Intervyular eng yaxshi o'yinchi bo'lsa. Qo'y to'pni. O'tir o'sha yerga. Husan. Nimaga tartib intizomga amal qilmayapsan? Qanaqa tartib? Olsan nimaga o'zingcha chekkada naryoqda yuribsan? Hamma tahlil qilyapti. Dori ichib kelding. Nima dori ichding? Shamollaganmisan? Tomog'ing og'riyapti, mayli. Qaynoq sutga sariq yog' solib ichsang, tomog'ing yaxshi bo'ladi. O'tir. Fikrlaring qanday bugungi o'yin haqida? Nimaga bo'lsa sariq berordingiz? Nima deysan? Sariq berordingiz boya. So'kinganing uchun, yomon qo'pol so'z, haqoratli so'z ishlatganing uchun. Haqoratli emas edi. Haqorat senga haqoratli emas, lekin aslida u haqoratli so'z hisoblanadi. O'yinchilarga nisbatan haqoratli so'z. Hozir qaranglar. FIFA qoidalariga o'zgartirish kiritildi. Agar o'yinchilar og'zini o'yin paytida yopadigan bo'lsa, bu haqorat deb tushuniladi, so'kinyapti deb tushuniladi, qizil kartochka oladi, maydondan chiqib ketadi. Shunday qaror qabul qildi FIFA. Hozir jahon chempionatida bu qo'llanyapti. Keyin kim futbolkasini ko'tarib, mana yoqasini ko'tarib, og'zini yopsa, u ham qizil kartochka oladi-da, o'yindan chiqib ketadi. Futbolkangiz masalan ko'tarib og'zingni yopgin futbolkangda. Ana shunday yopsang, ko'tar, balandroq ko'targin. Mana ana shunday yopdingmi, tamom. Bu og'zini yopib so'kinyapti partnyorga nisbatan yoki sudyaga yoki o'yinchilarga nisbatan deb
qizil kartochka ko'rsatilib, o'yindan chiqarib yuboriladi. Komanda kam o'ynaydi. Tushundilaringmi? Keyin vaqtni cho'zmaslik uchun, masalan, tibbiy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, faqat 1 minut vaqt beriladi. Keyin zaminaga tushishda 10 minut vaqt ichida zaminaga tushayotgan futbolchi tushmasa, u yangi tushayotgan o'yinchi 1 minut o'yinga kirmasdan turadi tashqarida. Chunki kechikkanligi uchun. Shunaqa qoidalar bor. Bularni biz o'rganamiz. Biz haligi nima deydi, madaniyatli, zamonaviy, sivilizatsiyaviy futbolni o'rganishimiz kerak. Haligi bardak futbol emas, ko'cha futboli emas. Biz tartib qoidalarni o'rganishimiz kerak. Tushundilaringmi? Fikr mulohazalaring yo'qmi boshqa? Mayli, hammaga katta rahmat. Sog' bo'linglar.